birdan pedal sinab o'ynab qolyaptimi? Uzoqqa borganda ko'tarilyaptimi? Lab ko'tarish qiyin bo'lyaptimi? Hozir shuni momon to'g'lash bizga. Birdan 10, birdan 14 kulch keraklar. Hozir sizlarga shu narsani to'g'laymiz. Birinchi navbatda mana shu boltimizni tekshirib olamiz. Bu bo'shab ketgan bo'ladi. Uni yaxshilab qotirib olamizda. Kulch bilan yaxshilab qotirib qo'yamiz, ya'ni bo'shab ketmasligi uchun yana. Ikkinchi navbatda tekshiradigan narsamiz mana bu narsa bo'la mana. Bu juda ko'p o'ynab yotibdi. Buni ko'proq qotiramiz tepagacha. Buni qotirib olishimizdan sabab ko'p o'ynab qolmasligi uchun, ya'ni. Biz buni qotirib oldik. Qotirib olganimizdan keyin buni kulch bilan yaxshilab qisamiz. Va ozgina xalosda holat tutish kerak mana. Keyingi navbatda mana boltimizni bo'shatib olamiz. Bu yerda mana 14 kulchimiz kerak bo'ladi. 14 kulch bilan bo'shatamiz mana. O'zingizga moslab, qanaqa qulay bo'lsa o'shuncha qilib surib olasiz. Va yaxshilab qotirib qo'yamiz buni. Qattiqroq qotirib qo'yib bo'shab ketsa yana shunaqa bo'lib qoladi. Mana o'sha ozgina xalosda holat bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Agar ozgina xalosda holat qo'ymasangiz, labkasi tepaga ko'tarilib qoladi, metal yaxshi tortmay qoladi. Shuning uchun ozgina xalosda qo'yib qo'yasizlar. O'sha mana tortdingiz o'sha ko'tarishni boshlaydi. Ozginadagi ko'tarishni boshlaydi. Bundan ham qaytib ketmaydi, yaqinga o'tib ketmaydi. Sразу ko'tarishni boshladi shuni. Ko'rib turganlaringizda, shu pedalni sal surgandan laka ko'tarilib turibdi. Videomiz foydali bo'lsa like bosib qo'yamiz va tezda yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Siz mashingizda qanaqa muammo bo'lib turgan bo'lsa, kommentarlarga yozib qoldiringlar, video obzor qaytaramiz. Xudo sizlarda o'xshadimi, o'xshamadimi? Uni ham yozib qoldiringlar.